Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kimsiz? Men Kataloniyadan Barselona futbol klubini shu vakili bo'laman. Jigaram. Ming bor uzr. Kechagi o'yin uchun biz uzr so'raymiz. Rahbariyat nomidan uzr so'raymiz. Yana shunaqasi bo'lib turar ekan. Lekin biz qoyil qoldik. O'zbekistonliklar tinmasdan, uxlamasdan biz uchun balet qilasizlar ekan, ha? Gapirmang aka, kecha xotinim bilan ham urushib qolganman. Ya uni eshitdik. O'rtoqlaringiz bilan ham urushib qolibsiz, ha? Siz buni qayerdan bilasiz? Ya biz polni Barselonada bilamiz. Hamma o'yinchilar ham biladi. Yamal bilan Lewandowski bechora o'yinga tushishdan oldin shu o'zbekistonlik muxlislarimizni podvodit qilmaylik deb tushadi-da. Kecha podvodit qildik-ku. Ha, endi bu o'yinda shunday bo'ladi-da. Ana Elmur Taxnazarov degan bor ekan, ha? Bor, akam bor. U bechora ijod qilmasdan polni Barselona Real haqida video qilyapti ekan, ha? Bechora akam tinmayapti, unga ham qiyin. Konsertlarda ham, millionda ham, boshqa joylarda ham polni biz haqimizda gapirasizlar ekan. Tashakkur aytaman, tashakkur. Elmur Taxnazarovga Kataloniyadan borku 2 xonali uy bermoqchimiz. Menga nima berasizlar? Bo'ldi, siqilmang. Eng muhimi Realni yutyapmiz-ku, shunga xursand bo'lib yuraylik. Endi 6-kubokda ham olmoqchi edik-da. Yo, uni hali bera olmaymiz. Qiyin. Barsa! Kına mihmandır tanangda bu can